Mana o'sha bugun O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qamashi shaharchasida yenida e'zoz topgan, go'zal el ishida baxtini topgan Norboy aka Niyozovlardan O'g'loy Mamon uylarida yaxshi kun, yaxshi an'ana chiroyli tantana. Internet vositasida tanishib, do'st bo'lgan mana bir yaqin do'stim Azizjonning bugun xonadonida qolaversa, avvalambor Norboy akamning xonadonida, yangamning xonadonida bugun mana yaxshi kun. Uni ham sababchisi bo'lgan mana ukalari bugun nikoh to'ylari qolaversa, farzandlarini, ukalarini farzandlarini sunnat xatna to'ylari. Alloh iloyim muborak bo'lsin bu xonadonga. Ata-olimning molim baxtim baharda yer zinni osmonda Simoya ushim yere qaynasa Mışmış kılıp hammenin okas soyunsuzundan tanıya başladı. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezmonlar. Xush kelibsizlar, Niyozovlar. Sulolasida bugun ajoyib kun. Yaxshi to'y. Aziz aka o'zi muxlis emas bu, ko'taray. Hey. Muxlis emas bu yoq Shinavanda. Muxlis bilan Shinavandaning farqi bo'ladi. Muxlis bevafo. Shinavanda shu 50 yildan keyin ham paloncha mana ashulachim shu zo'r deb turadi. Muxlis bevafo bo'ladi. 10 yil, 15 yildan keyin bir yoshrog'i chiqib kelsa shunga muxlislik qilib ketaveradi. Shu Aziz akani men Shinavanda deb bilaman. Hech qachon san'atga bo'lgan Shinavandaligingiz o'lmasin. Jiyanchani kamolini ko'ring. Bu to'ylar muborak. 63 yoshlik payg'ambar to'ylari. Guruhlardan yoshga kiring iloyim. Shu ketganing gelmiysan ey 4 hafta bir ay oldu. O'rni yetti ay oldu. Jaki ay oldu. Shu ketganing gelmiysan ey 4 hafta bir ay oldu. Shu ketganing gelmiysan ey 4 hafta bir ay oldu. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun bizlarni mana shu Qamashi elimizda, Xolliqi mahallamizda bir juda ham mana shu Niyozovlar xonadonida bu orzu qiladigan to'y bo'lyapti. Chunki nima deganda biz ham o'zimiz sulolamizda to'y bo'layotganda ammamnikida mana shu O'zbekistonimizga mashhur bo'lgan san'atkorlar masalan kelib bu yerga kelishyapti, u yerga borishyapti, almashib shu uch san'atkor u yoqda, bu yerda ham kuylayapti. Ana shu boya aytdilar akamiz Xudo nazar qilgan yigit ekansiz deb. Aziz aka sal o'zi injiqroqda, lekin telefonlarimni ko'tarmay o'zi surpriz qilib kelaman dedim, bilib qoldilar kelganimizni. Jonimni sog'inaman, otajonimni. Dardingni so'zidir, har damda o'zgarmayman. Nazarining nazini bir nazla bermayman. Yaqinga qul qoldim daryoxinga. Quloq solmay oqimga. O'ldirib qo'yindi, o'zim qochib. Yeterinde, şimdi teorisinde, yine çıkardı, şeyinde namit şeyinde, adın yeterinde, şimdi teorisinde, yine çıkardı, şeyinde namit şeyinde. Yes.
Şeyden